Mana marhamat, metallomga deb olaman deyotganlar uchun avtomobil bor, soz holatda yuradi, zo'r, metan gazlari ham bor, o'rnatilgan, faqat dokumentlari uncha sal chatoqroq avtomobilni. Ular mana ko'rib turibsizlar, oq rangdagi 06 avtomashinamizda balon holatchalari yaxshi, sozda turibdi. Yurib turgan mashina, atroflarini ham bagajlari ham bor. Agar dashpashlarda, qishloq ichlarida minib yuraman desanglar, variant, lekin agar qassoblar bo'layotgan bo'lsa, so'yib sotib olmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, ularga ham variant, lekin normal narxga olsanglar bo'ladi, juda arzon narxlarda bemalol. Buni yili necha? 82. Endi misol uchun yilini ham endi ahamiyati yo'q, agar minaman deydigan odamlar uchun motorchilari ham lekin joy-joyida motorlarni ham ko'rsatamiz. Agar minib haydayman desa, bunga ham shu ozgina mehr kerak. Minib yuraman desanglar, chotki qilib, mana holatchalari zo'r, ideal holatda, sidinchalari ham biroq miyaqki turibdi. Magnitofonlar, korobka ham shu 5 talik har doim kerak, soatchalari bor. Faqat mashinaga mehr sarf kerak. Kapotlarini ham bir ochib ko'rsataman. Bitta aylantirib. Mana. Ochdim. Motor holatchalari. Yog' yeydimi ham? Motorlari yog' yemaydi. Yog' yemaygan mana. Mana ko'rib turibsizlar, 11 motor. 11 motor qo'yilgan, polni normal holatda, faqat moykachalar zo'r qilib taxlab, chotki qilib minaman deydigan odam uchun-da, misol uchun agar minadigan odam Jigulini ham iplab minadi. Minalmagan odam Malibini ham iplab minolmaydi. Xullas, odami bor, odamiga agar tushib qolsa, rekomendatsiya chiqib qolsa, bemalol olishgan arzon variantdagi avtomobilning balkalari. Faqat dokument borasida ozgina muammolari bor avtomobilda. Metan gazlar qo'yilgan. Metan nechtalik? 75 talik metan. Orqaga o'tamiz. Avtomobil balonchilar yuqorida aytganimdek zo'r, normal. Eshiklari ochilib yopilishlari. Chotki. Agar qassoblar bo'layotgan bo'lsa, bemalol qassoblar ham telefon qilib metallomga olib ketishlaringiz mumkin. Mana ichkarilar ham boshda omborxona bo'lib ketgan. Xullas, mana holat. Pastdagi raqamlarga bog'laninglar, opisiyaga yozib qoldiraman. Video tagida sarlavhada ham bo'ladi, nasib bo'lsa. Topilmasanglar kommentariyada ham qoldiraman telefon raqamlarini. Avtomobil 6 million deyishyapti. Xullas, telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Avtomobilimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan. Bemalol ana shu raqamlarga telefon qilib, qishlog'ini bilib kelib, manzilni ko'rib ketishlaringiz mumkin. Mana tayyor mashincha, tayyor haydab yursanglar bo'ladi. Zanglatib, bu kirtirib haydab yursanglar bo'ladi. Chotki.